Halil Saraç deb yozib berdim. Mana umuman qorayib, damlar qaytib qolgani yo'q. Mana urilgan joylarini bitta ko'rasiz. Men yaqinroq olib kelib bitta nabordan ko'rsatamiz. Sizlarni yozdirib shunaqa logotiplarni ham tushib berganmiz. Qo'mjalari toza teridan bo'lgan. Bu naborimizda bitta chopqisi bo'ladi. Qorayib zaynab qolmaydi. 4 xil razmerda ishlangan pichog'i bor. Bunisi 16 sm, bunisi 18 sm, bunisi 22 sm. Tig'lari umuman qorayib zaynab qolmaydi. Soplari chiroyli qilib ishlangan. Tig'lari ishlab tugab ketsa ham shunday turadigan pishiq material qo'yilgan. Bunisi 26 sm. Keslari ham kafolasi. Bunisi 18 santimetrligi. Bunisi asosan terisi ilgari. Faqat bu qassob nabor emas. Bozorga ishlashlar ham bo'ladi. Umuman qorayib zaynab qolmaydi. Kestirlilarni ko'rdinglar. Endi bitta sinab o'tamiz bunisini endi. Umuman suvda qolsa ham qorayib zaynab qolmaydi. Umuman bu lyuks komplekt naborimiz bo'ldi. Bundan-da zo'r naborlarimiz ham bor, har xil assortimentlarimiz bor. Bemalol bizga murojaat qilsanglar, chiroyli qilib tayyorlab atgan joylaringizga dostavka qilib chiqarib berishga harakat qilamiz.